Eringni nimasi yoqmaydi senga? Nimaga eringga xiyonat qilasan o'zi? Erim ishiga kalla tashlab yuborgan. Komandirovkadan beri kelmaydi. Xotinim bormi, yo'qmi? Esida ham yo'q. Balki u seni yaxshi yashashing uchun tunu kun ishlab mehnat qilib yurgan bo'lsa-chi? Unchalik emas-da, ana odamlarning eri unisini ham, bunisini ham eplayapti-ku. Lekin siz boshqachasiz. Menga mehr berasiz, e'tibor berasiz. Qattan bilaman, balki u ham menga xiyonat qilayotgandir. Ha, bo'pti. Ketdimi?